Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jaloliddinov. Xo'p do'stlar, futbol olamida, nafaqat futbol olamida, DLC olamida ham birin-ketin katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Xo'p do'stlar, bu galgi bizning videoroligimizda World Winners, ya'ni do'stlar, yangi qo'shilib kelgan kartalar haqida gaplashamiz. Albatta do'stlar, videoni boshlashdan oldin videoroligimizga like bosib qo'yib, kanalimizga do'stlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa videoroligimizda davomini boshladik. Go bo'lmasa, xo'p, Yamal, Rodri, Pogba, Martinez, Fernandes, Cucurella, Kubarsi, Pavar qanaqa statistika, ya'ni do'stlar, kuchli futbolchilarni chap tomondan bir boshdan taxlab qo'ygan DLC, ya'ni reytingi kuchli futbolchilarni. Xo'p, bularda do'stlar shaxsiy fikrim, DLC qo'shgani juda ham bir o'zim xursand bo'ldim, chunki World Winners degani, ya'ni 4 yilda bunaqa kartalar keladi, bo'ldi. Masalan, bunaqa kartalar keyingi yil kelmaydi, ya'ni har jahon chempionatida DLC bizga shunaqa kartalarni taqdim qiladi. Ya'ni jahon chempionatida g'alaba qozongan o'yinchilarning kartasini shu 8 ta bo'ldi ketaveradi. Xo'p, bularni do'stlar bizda olmasak, menimcha juda ham bir uyatli narsa bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, bularni tez va oson yo'lini plus qanaqasiga full qilishinglarni shu videorolikda bemalol o'rganib olsanglar bo'ladi. Albatta do'stlar, kommentariyada o'zingizlarni mashqda yoqtirgan bitta futbolchilarni yozib qoldiringlar. Hammani kommentariyasini o'qib atvet yozaman o'sha. Xo'p, men o'zimning shaxsiy fikrim birinchi o'rinda Rodri, chunki to'g'ri Yamal emas, Pogba emas, Rodrini tanladim, chunki DLC-25 da Rodrini plus 11 qila olmaganman. No, Rodri plus 11 qilish shart emas hozir. Bitta comeback ko'rdik Rodridan. Rodri просто Cityda o'ynaydi, keyin o'yini ham yoqadi. Ham sodda odam bo'lgani uchun menga o'zi hayotda Rodri yoqadi, lekin Pogba desam ham bo'ladi. Pogba ham bir katta comeback ko'rdik Pogbadan. Comeback ko'rganimizda ham 86lik o'ylovsam ham 86 yarim himoyachi, to'g'ri Rodri ham 87 bo'lib ketdi, lekin Pogba bu baribir DLC-ga 2 yil oldin DLC-ga Pogba qo'shiladi deganda ishonmasdim. Chunki Pogba qanaqadir qamalib ketganmidi, qanaqadir futbolga nima desam bo'ladi, yo'qolib ketuvdi. Nu DLC-da bizga keldi, даже Fransiyani qanaqadir klubida o'ynatdi Pogba, lekin bir zo'r comeback qildik. To'y zo'r comeback ko'rdik deganim. Xo'p do'stlar, bo'lmasa qaranglar. Hozir bularni qanaqasiga full qilsanglar bo'ladi. Bir ikkita variantlar bor. Masalan, Pogbani ikkita varianti bor, Rodrini bitta. Xullas, hozir bitta video qo'yib beraman, qanaqasiga to'g'ri full qilishni o'rganib olasizlar. Undan keyin esa videoning davomini ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana videoni ham ko'rib oldinglar. Statistikasi qanaqa, Pogbada qanaqa, Rodrida qanaqa, Yamal. Xullas, hammasi bomba, chotki. Bulardan menga o'zim endi baribir kerak emas futbolchi, o'zi yaxshi o'yinchi, lekin baribir kerak emas futbolchilar ham etib ketdik. Enzo Fernandes shaxsiy fikrim kerak emas. Endi Argentinachilar xafa bo'lmasin. Nega? Chunki DLC-da bo'yi past futbolchilar unaqa qadrlanmaydi. 180, 178 mayli. Bo'yiga mayli, to'g'ri. Bu zo'r o'ynagandir 22-yil. Hozir sizlar meni o'ylashingiz mumkin, bu futbol ko'rmagan bo'lami yo Argentinani prosta yomonlayapti deb. Men unaqa yomonlamayapman. Prosta tak nima desam bo'ladi?
statistikasi bor rasvo. Plus Enzo Fernandes 1.78 bo'yi, DLC uchun bunaqa o'yinchilar umuman kerak yo'q. Endi men Depaul yaxshiroq deb o'ylayman. Depaul 1.80 bo'lgani bilan qanaqadir xarakteri borda DLSda. Endi Enzo Fernandesni bilmadim, balki olib qo'yib o'ynatib ko'rish kerakdir. Lekin bu shaxsiy fikrim, juda ham bir bo'ypas qanaqadir. O'zi basharasi o'zi yoqmayapti-da endi, mayli. Bo'lmasa do'stlar, bularni tezda oson olish yo'lini aytadigan bo'lsam, hozir men video joylay olmas ekanman YouTube'ga, chunki qanaqadir YouTube kanal ban yeydimi, xullas Telegram kanaliga tashlab qo'yganman. Telegram kanalining ссылкасini esa kommentariyadan topasizlar. 1,5 minutlik video, qanaqadir bug desak ham bo'ladi. Golosni eshitsanglar tushunib olasizlar. Telegram kanaliga o'tib, ovozli xabar tashlaganman, o'sha videoni ko'rib, ovozli xabar eshitib tushunib olsanglar bo'ladi. Hozir men YouTube'ga joylasam, to'g'risi menga ham to'g'ri kelmay qoladi. Shuning uchun Telegram kanaliga o'tib qo'yishlarini maslahat beraman. Telegram kanalda DLC olamidagi barcha yangiliklarni tashlab qo'yganman. Va plus do'stlar, xo'p, 30 kun davomida men sizlarga mana xolis maslahat beraman. 30 kun davomida o'zingizlar donat qilmasdan, sezon pas ochtirmasdan, mazza qilib, nima desam bo'ladi, dili kayfum o'ynamoqchi bo'lsanglar, xo'p, bosib turib live o'ynanglar bo'ldi. Всё. Live o'ynanglar, mana bu narsani yo'qotmanglar. Dream Draft ham xudo xolisa tekinga kelib qoladi. Ya'ni do'stlar, elitacha olmosga shu mana shunaqa bosib o'ynasanglar, menimcha maksimalniy omadinglik keldim degancha 3 ta yoki 4 ta olasizlar. 4 tadan ko'p olmaysizlar donat qilmasdan. Endi o'zingizlarga kerakli futbolchilarni olsanglar bo'ladi. Endi sizlarga kerakli futbolchi katta ehtimol ko'p odamga Pogba qolgani unaqacha vajniy bo'lmasligi mumkin. 8 dan olib qo'yish kerak, chunki bunaqa akkauntlar endi 4 yildan keyin keladi baribir. Mana shunaqa personajim bor deb maqtanib yursanglar bo'ladi 4 yil davomida. Xo'p, endi bu sizlarga maslahatim prosta. O'zingizlar ham bildinglar, men shuncha video joylab kelyapman YouTube'ga, boshqa narsa qilmayman, yangiliklarni tashlayapman. Pogba keladi dedim, mana Pogba keldi, Rodri keldi, Martinez keldi, oldingi videoni ko'rgan bo'lsanglar, Enzo keldi. Bir yaxshilab qarasanglar, sanasigacha masalan bu videolarni ancha oldin qo'yganman, boshqa narsa qilganman. Menimcha bunaqa yangiliklarni birinchi bo'lib o'zim chiqaryapman va birinchi bo'lib Telegram kanaliga tashlayman. Telegram kanalida bemalol ko'rasizlar bo'ladi. Xo'p, bu yerda Ispaniya bilan Argentina ham turgan ekan. Xo'p, Ispaniya yutganidan xursand bo'ldim. Endi Argentina ham 2 marta yutsa, endi Messi 2 marta yutsa to'rgamay qoladi-da. Ronaldo ham bu yerda qolib ketadi, shuning uchun menimcha yaxshi. Endi Yamalni yerasi boshlandi desak ham bo'ladi. Endi hayotda normalniy bola bo'lib yursa, yaxshi bo'lib ketadi Yamal ham. Xo'p do'stlar, sizlar bilan esa Jaloldinov bo'ldi. Xo'p, o'zingizlar ko'rdinglar, o'zingizlarning fikringizni bemalol menga o'xshab vaysab turib kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Bo'lmasa do'stlar, sizlar bilan xayrlashim kelib, o'chib qoldi cho'ta. Meni uyqum ketdi. Короче, sizlar bilan Jaloldinov bo'ldi. Soatni bitta ko'rsatib qo'yaylik, mayli mana. Soat 3:47. Uje men uxlamasdan qanaqadir kontentlar o'ylab shu YouTube'ga joylayman. Shu 3 kunlik xudo xolasa podrat video chiqadi. Mazaq ko'rasizlar. 500 ta like va sirazi do'stlar videoni joylayman. Xudo xolasa 25 minut olmasga Open Pack videomizni 500 ta like 24 soat ichida 500 ta like yig'ib qo'yasizlar bemalol. Uni etishim shart emas. Davayte 24 soat ichida 500 ta like va Open Pack videosini ko'rasizlar. Ya'ni do'stlar, World Winners akkauntga Open Pack o'tganman. Sizlar bilan esa 3-chi marta aytaman, Jaloldinov bo'ldi. Hammaga rahmat do'stlar. Sog'lik, salomatlik.